Dilasa o'ynab, zerikib o'tirgandim. Keyin xayolimga bir narsa keldi. Players ilovasiga kirdim. Ana hozir ham kiryapman. Keyin Zlatan full qilganman. Hamma o'yinchilarda deyarli ko'zga tanish o'yinchilarni full qilganman dedim. Boshqalarni ham full qilaman. Aguero, Pique, Alves, Messi bordim, Busquets bordim. Keyin kallamga kelib qoldi. Bu Robert Lewandowski kelib qoldi. Robert anaki. Sergio Roberto Firmino ham bor ekan. Yo. Kim bu? Nima? Grimaldi? Yo. Do'stlar, buni ko'ringlar. Voy. Nechta yuz chiqadi deb o'ylaysiz? Hozir bitta yuz, ikkinchi yuz, uchinchi yuz, to'rtinchi yuz, 5, 6 yuz, 7 yuz, 800 Voy, 800 chiqdi. Voy, blin. Bizga topish kerak bundan. Yo. 800 his qilyapsanlarmi? Blin. Hozir men YouTube'dan buni izlab ko'rayinchi. Bu kim edi bu? Yo, 800 chiqadimi? Kim bo'lgan bu?